Chupakkecha ko'rgan uylarimizni biz dacha deb adashgan ekanmiz. Haqiqiy dacha bu yoqda ekan o'rtoqlar. 25 sotuv maydon, 3 ta katta basseynlari, 2 ta finskiy, bitta turetskiy hammomlari qilingan. Bilyardlarigacha ega bo'lgan 20 tadan ko'p xonalari qilingan mana bu dachani bugun sizlar bilan ko'rib chiqamiz. O'zi hamchi haqiqiy status yaxshi ko'radiganlar uchun tog'i shundoqqina yon bag'rida Sijjak qishlog'ida joylashgan dam olishga juda ham zo'r bo'lgan joy ekan o'zi ham o'rtoqlar. Havas qilganlar bormi? Bitta like bosib qo'yinglar, biz bo'lsa obzorni boshladik. Bu boshidan turib qarasangiz, nargi boshi ko'rinmaydigan juda ham katta bir maydonga qurilgan dacha ekan. Kiraverish mana shunaqangi darvozaxona, ko'rayotganingiz juda ham ko'p yashil maydonlari, kattadan basseynlari, gullarigacha qilib qo'yilgan. O'ng tomonda binolari bor, asosiy binolari bo'lsa ichkarida joylashgan. Darvozaxonaga bemalol 4 ta mashina qo'ysangiz bo'laver ekan. Bu yoqqa o'tganimizda chap tomon, o'ng tomon yashil maydon, bu tomonda juda ham katta bir basseyn, 20 kishilik basseyn bo'lsa kerak o'zi ham. Yashil maydonlari daraxtlarga, gullarga to'la yotibdi. Tapchanlari, o'tiradigan joylari, besetkalari qilingan va bu tomonda asosiy binolarni ko'rishingiz mumkin. 2 qavatli binolari, 1 qavatli binolari, bu tomonda o'tiradigan tandirlarigacha qilingan. Yozgi oshxonalaridan gap so'z bo'lishi mumkin emas. 2 ta qishki, bitta yozgi, umumiy hisobda 3-4 ta oshxonasi bor, 7 ta sanuzelga ega ekan. Voy, shuncha narsa. Ichkari kirganingizda umuman hozir adashib qolasizlar. Keling o'rtoqlar, 1 qavatlisidan boshlaymiz. Kirganimizda prixoshka, bu tomonda mana uslubni qarang, juda ham zo'r, noodatiy uslubdan ta'mirdan chiqarilgan. O'tganingizda bunaqangi noodatiy xonadonlarning dachalarni ko'rmagan bo'lsangiz kerak. Oshxonalari, ichkarida sanuzellari, yotoqxonalarda ham juda ham ko'p divanlargacha qilingan, lustralarni ham noodatiylari ishlatilgan ekan. Bu qanaqa dizayn deb ataladi? Bilganlar bo'lsa yozib qoldiringlar. Bu tomonda garderobning xonalari, ichkarida o'zini sanuzellariga ega bo'lgan kattalar yotoqxonasi ekan. 25 sotuv hazilakam joy emas o'rtoq. 14,5 sotuv kadastri bor, 11 sotuv bo'lsa zaxotaga, u ham tez orada hujjatga kiritilar ekan. Endi 2 qavatli binosiga kirganimizda buni patologlar juda ham baland qilingan ekan. Kattagina hol, bu tomonda basseynga o'tish, ya'ni zimniy basseynga o'tish joylari, zimniy basseyni ham ko'rasizlar, juda ham zo'r stilda qilingan. Anaqa radiatorlarni ham balandlari qo'yilgan, zamonaviylari va ichkarida saunalari. Turetskiy hammom, ko'rganingizdek, bochkasigacha qilingan. Bu yerda finskiy saunani ham doda xo'jalari, chiroqlari va bu tomonda Havia pechkalari ishlatilgan ekan. Hammamizga nasib qilsin, niyat qilganlar bormi, endi ikkinchi qavatimizga ko'tarilamiz. Yangi dacha ekan o'zi ham, bu tomonda bilyard xonalari, mazza qilib bilyard o'ynab, sharoitlar qilib, dam olishga sharoitlar juda ham zo'r. Qarindosh-urug'lar bilan, oshna-og'aynilar bilan kelib damni olib, eng qizig'i o'rtoqlar, bu yoqdan kuniga palon puldan ijaraga qo'ysangiz ham bo'lar ekanda. Ya'ni dachani ijarasi bo'ladi-ku sezonda. Chunki tog'i shunaqa yon bag'rida, ancha zo'r lokasiyada joylashgan, havosi toza, tog'lar ko'rinib turadi, manzaralar juda ham zo'r. Bu yoqda ko'rayotganingizdek hamma narsasi yangi, sharoitlar juda ham zo'r ekan. Hammamizga nasib qilsin o'rtoqlar, niyat qilgan bo'lsangiz bitta like bosib qo'yinglar. Endi qolgan binolarni ham ko'rsatib beraman. Darvozaxon tomonda ham binolari bor, yashil maydonlari qilingan. Bu tomonda oshxonamiz, 4 tadan qozonlari, oshlarni pishirib, ko'pchilik haligi kollektiv bo'lib kelsa ham bemalol sig'ib ketadigan dacha ekan. Aytganimdek 20 tadan oshxonasi bor. Shu 4 ta oshxonasi qilingan. Darvozaxon tomondagi binosida bunaqangi xonalarga ajratib qo'yilgan, patologlari mana shunaqangi yog'ochdan. Buni ham ichkarisi o'zining saunasi, basseyni bor. Sharoitlari juda ham zo'r ekan. Xullas, bu dachamizni o'rtoqlar 750 mingga so'rashyapti. Nima deb o'ylaysizlar? 750 ming puliga bo'lganda shu dachani sotib olgan bo'larmi deylar. Darvozaxona tomonida ham alohida bir garajlari qilingan, ichkarida elektromobillar, zaryadkalargacha bor ekan. Xullas, yo'q narsani o'zi yo'q ekanda. Narxiga arsa plus arzimasa, yuz qilib izohlarda qoldiringlar va havas qilganlar bo'lsa like bosib qo'yishni unutmanglar.